Danasi 11 ming so'm, 10 mingdan bersak bo'ladi. Ovqat termizimizning mana arzonlari 85 ming so'm. Rümkalarimiz var, ko'p sotiladigan, pachkasi 50 ming so'm, ichida 6 dona bo'ladi. Keyin termizning mana ko'p sotiladigan 55 ming termizlarimiz ham bor mana. Ichi shisha bo'ladi, 1 litr oladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga Berun tumanimizda joylashgan Ko'kmara magazinidan yangi narsalar kelgan ekan. Shularni bir qator ko'rsatib o'taman. Bu yerning manzili bu yoq Giper tarafdan kelaverishda, Shabbozboning eldi. Banjo tarafdan kelaverishda, Lavash teatri yonida joylashgan. Nescafe bakallarimiz var, 15 ming so'mdan, qalin sifatli. Keyin ichida guli bor bakallarimiz ham keldi. Danasi 20 ming so'mdan, qalin sifatli. Keyin toshdan ishlangan niyavishni cho'nqir bakallarimiz keldi. Danasi 30 ming so'm, qalin bu. Sifati zo'r. Buning boshqacha mana dizaynlisi bor. Osti ulqon, usti kichkinaroqlari ham bor. Keyin uksiz idishlarimiz 15 ming so'mdan. Keyin detskiy maktab o'quvchilari uchun termizlar 500 mg bo'ladi. Bahasi 50 ming so'm. 350 gramligi 40 ming so'm. Bu ul bolalarga, bu qiz bolalarga. Keyin ulqon bakal so'raganlar uchun shunda niyavishni bakallarimiz bor. Danasi 30 ming so'mdan. Korobkada 2 dona turadi. Korobkasida ekovi 60 ming so'm bo'ladi. Keyin detskiy naborning qiz bolalarga bor 110 ming so'm. Ul bolalarga bor 110 ming, 100 dan bersa bo'ladi bularda. Ana shunday toza qoshiq naborlarimiz ham kelgan. 12 kichkina qoshiq, 12 ulqon qoshiq, 12 dona vilka. Bahasi ham normalni 280 ming so'm. Keyin bu yergi variantimiz bor 250 ming so'mlik. Sami firmaniki yaxshi bo'm. Keyin qoshiq donlarimiz bor. Kuxniyaga qo'ysadan bo'ladi, dasturxonga qo'ysadan bo'ladi. Bahasi 55 ming, 50 dan bersak bo'ladi. Keyin ko'pchilik so'raydigan pasta sushilklarimiz bor. Zanglamaydigan, alyuminiy yasalgan, sariga bo'yalgan. 270 mingdan berib turibmiz. Keyin choy kasalarimiz bor. Ko'p sotiladigan, aslida pechetlari bor, sifatli. Danasi 9 ming so'mdan. Buning bilan niyabishni svetlar ham bor, qizil. Keyin zamonaviy tuzdonlarimiz bor. Bu akril material, plastmasga o'xshagan bo'ladi. Shu uchovi 3 turli razmerda bo'ladi. Bahasi 90 ming so'm. Bunday razmerlari bor mana. Keyin toza keldi, mana shishali. Ko'p odam shishali so'raydi. Ichidan u bor, ko'rinib ham turadi. Mana bahasi 85 ming so'm uchovi. Shuna uchovi 85 ming so'm sifatli. Keyin buni shisha xili bor, mana 110 ming so'm, 3 turli razmer bo'ladi bu. Keyin qoshiqlarimiz bor. Pachkasi 65 ming so'm, sifati yaxshi. Vilkisi ham bor buning. Bu yerda ham mana vilkisi. 60 mingdan berib turibsiz bularni. Qalin, yaxshi qoshiq so'raganlar uchun. Keyin tuzdonning mana niyabishni bunda usti og'och, pastapkasi ham og'och, o'zi toshdan yasalgani bor. Ixchamli kichkina 130 ming so'm. Bular arzonrog'i 85 ming. Keyin bergi variantlari bor. Mana nikel, qora svit, oq svit bular hammasi uchovi 60 ming so'm. Danasi 20 ming so'mdan uchovi bir sotiladi. Keyin bunda kastrolkalarimiz bor. Bu zipter nabordiki. Zipter nabor 500 ming so'm turadi. 3 shtuklar ham sotiladi. 160 ming, 140 ming, kichkinasi 120 ming pishiradigan idishi bor. 110 ming so'm 100 dan berib turibmiz. Nirjavika bu qalin, sifatli, gazga chidamli. Ukrainskiy misorovkamiz bor ekan meyda mana. Bu ham sifati yaxshi 150 ming so'm. Bu Rossiyaniki ham keladi bir kunga 250 ming so'm bo'ladi Rossiyaniki. Keyin mana original kasa so'raganlar uchun toza chiqdi bu firmalar hali. Danasi 11 ming so'm, 10 mingdan bersak bo'ladi. Chaynigi 70 ming so'm, qalin chaynik so'raganlar uchun niyabishni so'nggi chiqqan dizayn pechetlanmas. Danasi 70 ming so'm. Keyin bunday oshxona uchun taxta naborlarimiz bor. Uchovi bir sotiladi, 90 ming so'm. Kichkinasi, o'rtachasi, kattasi bor. Keyin podarishni o'zlari ham ko'p odam bizlardan so'raydi. Mana shu turishi bor mana, chiroyli 120 ming so'm. 6 kasa bo'ladi, bir chaynik bo'ladi. Keyin buning boshqacha naborlar ham bor miyda? 130 ming so'mligi bor mana. 6 kasa bir chaynik bo'ladi, original hammasi. Korobkalar ham yaxshi. Bu 140 ligi bu. Bu mayda gul bo'ladi. Bu irroq gul bu. Keyin bu yoqda mana fartuqlarimiz ham ko'p sotiladi. Suv o'tkazmaydigan fartuq bo'ladi. Danasi 30 ming so'm. Qora svetlari, oq svetlari ham bor bu. Keyin sarximlar bor, Rossiyaniki 55 ming so'm. Keyin 3 litrlik beton kastrolkalarimiz bor, 80 ming so'm. Keyin xolodilnikka ovqat solib qo'yish uchun 1 litr, 1,5 litrlik 55 ming kastrolka, 2,5 litrligi 75 ming, 4,5 litrligi bular sirchali Rossiyaniki 95 ming so'm. Keyin chalagimiz bor, Rossiyaniki 170 ming so'm, 160 dan berib turibmiz. Keyin mana 20 litrlik laganimiz bor, 220, 16 litrligi 200 ming so'm. Bu naborimizda aytdik, shu boshqacha gul bu, chiroyli gul. Bahasi 120. Keyin mana pastavkamiz bor, 70 ming so'm, temir pastavka. Uylaringizda qoshiq bo'lsa, shu solib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin mini pechklar bor, 50 ming so'mdan shu birdagi baholar. Ovqat ham mana pishadi bunda. Choy termozlarimiz ham bor, termoxodlarimiz. Emerland firmaniki original 330 ming so'm. Oddiy arzonrog'i bor, 180 ming so'm. 6-8lik.
Keyin bagima naborimiz bor. Ichi boltli bo'ladi, yaxshi qilib zamonaviy 12 predmet bo'ladi, bahasi 750 ming so'm. Keyin mana blender naborlarimiz bor, 450 ming, отдельный o'zi 250 ming so'm. Keyin Belto firmaning o'zlarini ko'p oldiryapmiz. Endi mana so'kinish malkasi bor, 800 wattlik bo'ladi mana. Original 12 oy garantiyasi bor, bahasi 680 ming so'm qaytib beriladi. Blender ham bor, blenderlar ham original, shishasi joyina tushsa ishlaydi, bo'lmasa ishlamaydi. To'qqa tiqqan bilan ishlab ketmaydi. Bu 500 ming so'm, bular ham sal kelishib beramiz. Keyin original chopperlarimiz bor. Pichoqlari quyma bo'ladi, motorlar xizmati ham 260 ming so'm. Vikalina firmanikidan ham bor, Sony ham bor. Keyingi videolarimizda Kukmara Grand qazonlarining hamma razmerlarini baholarini tushuntirib o'tamiz. Keyin alyumin qazonlarimizning baholarini aytib o'tamiz. Keyin sirchali chaynaklarimizning hamma baholarini aytamiz. Qisqacha aytib video ishlaymiz endi videolarimizda. Kanalimizga obuna bo'ling.